Demak, bugun navbatdagi rinoplastika, rinoseptoplastika va bemorimizda yuqori qovoq plastikasi ham bitta narkoz ostida amalga oshiramiz. Qachonki agar qovoq skladkalari aniq bo'lsa, biz narkozda ham yuqori qovoq plastikasini amalga oshirsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bemorda ortiqcha teri va yog' to'kmasi, yog' churralari olindi va burmalar, skladkalar chiroyli qilib formirovka qilindi. Bemorda blefaroplastika tugallandi, endi bo'lsa rinoseptoplastikaga o'tamiz. Qo'llab bering, salfetka. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yuqori qovoq plastikasi hamda rinoseptoplastikani tugatdik. Bemor bir necha yil oldin juda ham kuchli travma olgandi. Shuning uchun rinoseptoplastika biroz murakkab bo'ldi, lekin muvaffaqiyatli natijani yakunladik.